shu odam juda ko'p kitob o'qigan odam edi. Men o'zim shu muloqotda ko'p bo'lganman. O'sha odam aytadilarki, kitob o'qimagan odamni ruhiyati ham, kelajagi ham, umuman umidi ham yo'q odamda deydi. Bu odam arab tilini juda mukammal bilar edi. Albatta mana Imom al-Buxoriyni aytamiz, Maturidini aytamiz, Marg'ilonini aytamiz, Termizilar, lekin mustaqil O'zbekistonimizda ham shunday odamlar, bu odam juda aqlli bo'lgan. O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasining raisi va muftiy bo'lgan. O'sha paytlari ittifoqdan 20 ta eng ko'p bo'lsa hajga borgan, lekin o'sha O'rta Osiyo va Qozog'istondan 500 ta musulmonni 90-yil O'zbekistonga jo'natishga o'zi harakat qilib qo'ygan. O'sha paytlari eslangga bor, 90-yillari 1 million Qur'onni olib keltirgan Saudiya podshohiga o'zi bor. Hayot beshafqat bo'ladi degandek u odamga tuhmat, g'iybatlar ko'p bo'lgan. 93-yil u odam ko'chib ketishga majbur bo'ladi. Saudiya Arabistoniga, Makka va Madinada yashagan, keyin 94-yil Liviyaga borib 2001-yilgacha o'sha yerda musofirchilikda yashab ko'p kitoblar yozgan. Agar ochig'ini aytsak, Oxiyov, Abdulla Aripov, Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufga o'xshagan mana shunday buyuk odamlar hozir yetishmayapti-da. Qur'onni o'qigan odam va uni ilmiy bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. U odamni bilganini ancha-muncha odam bilmasdi. Keyin u odam kam uxlar edi, ko'p yozib o'qilardi. Keyin har kuni 2 soat sport bilan shug'ullanardi. Biz mana shunday buyuk odamlarimizni tarannum qilsak, kam bo'lmaymiz. Kitoblarda arab tilidan, fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qildirgan odam. Qani bizda hozir shundaqalar? Qaysi davlatda musulmon ummasini yoki musulmon davlatlari kim maqtanadi? Maturidisi bormi? Al-Buxoriysi bormi? At-Termizlari bormi? Farg'oniylari bormi? Marg'ilon yo'q bundaqa davlat. Kim buni tarannum qilyapti? Shuning uchun Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bizni mana shu ulamomiz, buyuk vatandoshimizni mana shunday kitoblar o'qigan odamni ham men o'ylayman joy-joyiga qo'ysak, bu ham adolat.